Hammaga salom. Bugun sizlar bilan juda ham neobычный bo'lgan obzor qilamiz. Nimaga desanglar, men Istanbul shahridaman va bu yerga kelganimdan beri menga juda ham ko'p savollar berilyapti. Qayerdan uchdingiz, qanaqa bo'shdingiz, qayerda qoldingiz va men hozir o'shalardan bittasiga javob beraman. Bu esa mehmonxona savolini butunlay yopamiz degan umiddaman. Ko'pchiligiga qiziq, hamma aylanadigan joylarga ham yaqin bo'ladigan mehmonxona kerak, ham hamyonbop bo'lgan mehmonxona kerak, hamda dengizga ham yaqin bo'lish kerak. Va men o'shaqa mehmonxonada qoldim. Hozir sizlarga uni room turini qilib ko'rsataman. Hozir esa sizlar bilan room turchi qilamiz. Bu mana kichkinagina xonam. Tak, bu yerda dushovoy hozir ko'rsataman. Bu yerda mana ikkita odam yotadigan joy, dois katta kravat birlashtirilgan. Konditsioner, ayoda resepsiyonga qo'ng'iroq qilishingiz uchun telefon, bu batareya isitiladigan, dois sovqotib qolmaysizlar. Televizor, ikkita tomonlama oyna. Bu oynadan balkonga chiqib, bemalol dengizni ko'rsanglar bo'ladi. Hozir sizlarga ko'rsataman. Va kun botishiga ko'rganman. Qaranglar. Dengiz. Menga eng ko'p shu joy yoqdi. Bu esa men kiyimlarimni yechmasdan sizlarga sразу video oldim, lekin o'zim ham qildim, harakat qildim, hamma joyini ko'rsata oldim. Men bitta mana shower gel, bu esa shampun. Bu esa tish nima shotkasi bilan tish pastasi. Hamma otelda qo'ymaydi, butik otelda qo'ymaydi. Naqulada qo'yishar ekan. Ikkitalab bor ekan. Sovun, fen, hamma narsasi bor. Tak, imam atmosferani qaranglar. Такой vibe, Turkish vibe. Qo'y. Tualet bo'lmadi. Men bitta yetmay qolsam bo'ladi, yana bitta tualet bo'lmadi. Agar sizlar ham dengizga yaqin, ham aylanadigan joylarga yaqin, ham hamyonbop narxda otel qidirayotgan bo'lsanglar, o'zingizga saqlangiz qolsanglar bo'ladi. Agar shunaqa полезный bo'lgan informatsiyalar yana kerak bo'lsa, ma'lumotlar, albatta menga obuna bo'lishni unutmanglar. Bye bye.